Uch-guli yalov qilishdan keyingi uborkaning 3-qismi. Makkalarni qoplab, eshiklarimizni ham supurib oldik. Nonlarni ham yopdik. Oshqova somsalarni qilib, mazza qilib yeb oldik. Endi navbat oshxonaga. Gazlarim ham anchagina chirib bo'lib ketibdi. Doktor aktivni sepib, yaxshilab yuvib oldim. Shu qatorda chaynagim ham yuvilib qoldi. O'rgimchak xolalar astoydil solgan inlarini ham buzib tashladim. Pilisoslab yig'ib chiroyli qilib oldim. Endi mana bu san'at asarini ko'ringlar. Mana shumtaka shu uyni shu ahvolga keltiribdi-ya. O'zi bu o'yinchoqlarni o'ynamaydi, shu o'yinchoqlar turadigan korobkasini o'ynaydi. Bu qizga o'yinchoqlaringni yig' deb jag'illayverib, jag'im tushib qolay dedi. Oxiri o'zim yig'ishtirdim. Meni ko'rib vijdoni qiynaldimi yo o'lganini kunidan qildimi, xullas qizim yordam berdi. O'zi ham bu xonamiz umuman axlat bo'lmabdi. Pilisosimiz chang xoltasi to'lib ketdi-ya. Endi navbat ayvonda islarni olib supurib oldim. Shu bilan kunam kechikirdi. Shunaqa qilib bugungi borkam ham tugadi. Yoqqan bo'lsa like bo'lib, menga obuna bo'lib oling. Qishloqdagi sevimli kelin sarguzashtlari hali davom etadi.